Men hozir afsusdaman aka. Onamni chaqiring so'raydi aka. Ko'zimda yosh. Yig'layman kechalari. Uxlolmayman. Aka. Uxlatadigan dori bilan uxlayman aka. Mana shu xonadonda kech paytlari o'tirib olib, mayaga chiqib o'tirib yig'layman aka. Nima vazifada edingiz siz hatto? Men shu tuman vakilat edim aka. Yorib kiruvchi 6 ta starshiy men edim aka. Birinchi qatormi endi? Birinchi qatorda. Mestrobkaga tushgan men edim. 17 kilometr joy tozaladim aka. Iloji yo'q. Yo ular siz, yo ular bizni, yo biz ularni. Kimdir otish kerak. U urush aka. Urushni uyqursin aka. Ular urushga olib borib sizlar tayyorladimi? Qanaqa? Nima? Tayyorladik. 4 yo'nalish bo'yicha o'qidim men. Qancha muddat tayyorgarlik bo'ldi? To'g'ri, yoqda 4 oy bo'lsa, ba'da 5 oy. 5 oy bo'ldim. Ichkarida 4 oy. Tashqarida poligonda 1 oy. 4 yo'nalish bo'yicha Rosgvardiya, Milliy gvardiya, SMB Omon qurolli kuchlar bo'yicha o'qidim aka. Avtomat otishlar hammasi o'sha. Hammasi bor. Professionalman aka. Oldin bitta xizmatga borganmiz? Yo'q aka. U bitta avtomat ushlash, boshqa degan narsalar bitta bilarmidingiz? Yo'q. O'sha yerda o'rgandim. O'sha yerda o'rgandim aka. Bitta boyda 14 ta magazin ishlataman aka. 15 minut boy bo'ladi. Zo'r. 15 minut ichida 14 ta magazinni tinchitaman aka. 30 tadan men 32 ta, 31 tadan chiqadi. Yo'q. 32 ta chiqmaydi aka. 31 tadan chiqib qoladi. 14 ta magazin har tarafimda. Oyog'imgacha. Chunki ijtimoiy vakilat biz yorib kiruvchimiz. Birinchi qatorda kirar edi aka. Rahim shafqat bo'lmadi bizga aka. Odamni qadri qanaqatdi? Nolga teng aka. Tirik qolsangiz baxtingiz. Aka, mana shu yerim bo'lsa, o'sha yerda bitta suv to'planib qoladi. O'sha yerdan suvni olaman, balchiqdan. Keyingisiga menga berilgan marla bor-ku, dako. Ashinga bunga taklab turib, bunga quyaman aka. Bunga quyib bundan ichaman. Bunisiga quyib bunga siz ichaman. O'shanda ham tim qora bo'ladi. 5 kunda bitta ovqat yegan men bo'laman. 5 kunda bir marta. Bir marta. Suv bilan kifoyalanganman o'sha. 5 kungacha ovqat yemagan. Yemaganman. U qayerda endi? Urushdami? Urushda. Chunki karavan yetib kelmaydi aka. Komit kelib urib tashlaydi tevadan. Yo, bamayaga kelib solib tashlaydi. Oziq ovqatlar yetib kelmaydi. Karavan ham yetib kelolmaydi biz oldimizga hattoki. Qo'rqadi ular kelgani. Chunki kelganni urib tashlaydi. Chunki biz ichkariga kirib ketganmizda ancha. Tozalaganmiz. Yatda ular olishga harakat qilishadi. Biz otishamiz. Otishma bo'lib ketadi har kuni. Deganim hozircha men agar iloji O'zbekiston xalqiga mana shu meni ko'rib turgan insonlar bo'lsa, agar ko'rishsa, aytganim hozircha O'zbekiston iloji bo'lsa, Tojikiston ham bolalar Rossiyaga hozir bormay tursin. Shu urush tugamaguncha iloji yo'q. Chunki arzimagan narsam bitib qoladi aka. Birinchi qurbonlar biz bo'ldik aka. Bizni qurbon qilishdi. Birinchi. Men hozir afsusdaman aka. Onamni chaqiring so'raydi aka. Ko'zimda yosh. Yig'layman kechalari. Uxlolmayman aka. Uxlatadigan dori bilan uxlayman aka. Mana shu xonadonda kech paytlari o'tirib olib, mayaga chiqib o'tirib yig'layman aka. Qo'rqqanimdan emas, men qaytadan urushga tayyorman, lekin aka. Kech paytlari uxlashgan oldin ter to'kilib ketadi aka men. Chunki ko'p ko'rdim aka. Ko'p urushni ko'rdim.
Ruhiyatga ta'sir qilganmi endi? Juda ham yomon. Uxlamayman, onam bechora aytadi har kuni uxla jon o'g'lim deydi. Men uxlamayman aka. Uxlamay ertalab soat 6-7 gacha uxlayman, 1 soat uxlayman bo'ldi. Boshqa payt aka degan itda yuraman aka. Maytacha ovunchog'im bor. Shular o'ynab yuraman. Shu bo'ldi. Bergan puliga padariga la'nat. Bergan pulni padariga la'nat. Menga qilgan xizmatlariga la'nat. Aka, men o'zim o'ldirgan inson o'zim bilaman. Endi u qabrimga ketadi men bilan. Billa. So'ragan avvalambor O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Men aytishim mumkin, ma'zasha kimlardir noshukrlik qilayotgan bo'lsa, bitta narsa aytishim mumkin. Ey o'g'illar, 2 dona non toping, faqat o'sha halol topib yeb, sabr qilib o'tiring. Shuni aytishim mumkin. Xotirjamlik. Xotirjamlik. Shu. Muhimi shu. Muhimi shu. Men shuni so'rayman ularga. Men undan boshqa narsa hech narsa so'ramayman ularga. Chunki o'zi men qiynalib, o'zi adovat tamom bo'lgan insonman. Bo'ldim, menda tugadi hamma narsa. Men akajon bilarmidingiz oldin qanday edim? Qanaqa baquvvat bo'lardim? Men tugatishdi bu dunyo. Meni o'rtog'im ham hozir urushda tugayapti bu ham. Shu narsalarni barham toptirish uchun nima qilsa bo'ladi, nima deysiz? Men to'g'risini aytaman, o'limni bo'ynimga olib qo'yganman. Men o'limni bo'ynimga oldim aka. Menga kelgan kuni ajal men ketaman aka albatta. Men chidolmayapman aka bu dunyoning ishlariga. Qiynalib ketdim. Rost qiynalib ketdim aka. O'zim yaxshi qo'shiq aytaman, yaxshi bo'lardim, lekin qiynalib ketdim aka. Lekin men aka, men o'lishga tayyorman. Menga shu kerak bo'ldi. Menga bunaqa qilib men dorilar bilan yashaydigan bo'lamas edim hech qachon. Oldin aka kambag'al yosh bola bo'lsa ham o'sha davrlarim zo'r ekan aka. Ratotnechidim aka. Men unaqa odam o'ldirmadim-da, otmadim-da odamni. Umrim bino bo'lib armiya ko'rgan bo'lamas edim-da aka. Urush ko'rmagansiz. Urush ko'rgan yo'qdim. Men urush ko'rdim-da aka. Oldingilar afg'onlar, chechenlar bor-ku, biz bilan urushganda, bizni o'rnimizda urushsa ular yeb qo'yadi aka. Men to'g'risini aytib qo'raman mana, o'shalar ko'rsin. Bizniki og'ir bo'ldi aka. Ukrainalar yomon bo'ldi. Onam bor edi, aytdi. Dadam bor edi. Ammo Allohga shukr shular bilan ko'rishni Alloh nasib qildi menga. Lekin juda yomon bo'ldi. Mana yaqinda Rossiyada bo'lgan Qobuljon ismli insonni o'ldirib ketishdi. Nasibli bo'ldi. Biz Rossiya uchun urushdik-ku. Nima keragi bor edi u bolachani? U bolachada nima ayb bor edi? Qani o'sha bolalar bizga chiqmasmidi? Shunchalik ekan, zo'r bo'lsa. Nima qilishni bilmaymiz aka. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi bizni. Biz baribir hali ham no'naqmiz aka. Men aytaman, mayli, qo'ying ertaga hammasini. Videoga qo'ying, hammasini qo'ying. Biz no'naqmiz aka. Yana aytaman. Biz no'naqmiz, biz hech kim emasmiz bu dunyoda. Qobuljon o'ldi. Kecha kuni Turkiyada bitta ayolni boshini olinib ketdi. Kim nima qilyapti? Bo'lmasam bizga ruxsat bersin, biz qilaylik. Shu ishni biz shu yo'lga kirdik. Nima qilaylik aka? Ana Qobuljon bolachada nima yapdi aka? Hozir qo'yilayotgan ayblov bo'yicha sizga misol uchun bo'layotgan sud bo'yicha birorta bir narsa so'raysizmi? Hech narsa so'ramayman men. Qo'llarda agar o'sha davlat bo'yicha mayli berishsin jazoyimni. Qonun bo'yicha berisharsin jazoyimni. Jazoyim bo'lsa ado etaman. Mayli, agar menda jazo bo'lsa, men xato qilgan bo'lsam 12 yil bo'lsa 1 yilni oldim, 11 yil qolgan umrim foydaga qoldi. Bilmadim. O'zlari bilishadi. Nima qilsa qilishaveradi.
Men sudga chiqib kelyapman, har doim chiqyapman, hammasini qilyapman. Hayronman aka, o'zim ham bilmayman. Shu agar Rossiyaga borib ishlayman deb ketayotgan aka, uka, opa, singillarimga bitta narsani aytishim mumkin, faqat ehtiyot bo'linglar, iltimos. Shuni aytishim mumkin. Yerda politika, xolos politika. Yana aytaman, politika. Ular ehtiyot bo'linglar, ulardan bo'l. Ular bilan ularni yo'liga aldanib qolmaslik teng bo'ladi. O'zimizga hollar, yosh bolalar, bo'ydaqlar. Ja ko'pchilikni bizda ro'yxati bor, kerak bo'lsa, juda ko'pchilik o'lib kelyapti. Xolos o'ylagan, mingtadan bitta lotereya menga o'tib chiqib qoldi. Alloh berdi. Bir Alloh berdi, keldim. Bunaqa kamdan kam bo'ladi. Xudoga bir yoqqan joyim bor ekan. O'shancha aytayapman, qolganlarga aytaman, hozircha Rossiyaga jo'natmanglar aka. Bolalarni. Borishsinmi, borishmasinmi? Borishmasin jon aka hozir. Borishmasin. Iltimos qilinglar, aytinglar iloji bo'lsa, yana iloji bo'lsa tarkib qilinglar, tarqatinglar shuni. Mana o'sha. Tag'da ishlab yurgan bolalarga nima? U bolalarga aytishim mumkinki, yo'lda hattoki topmagan puliga ham tegmasin. Qo'ysin, u pulga ham tegmasin. Qizlarda kerak bo'lsa, bolalarga qarshi tashlashyapti. 18 ga to'lmagan. Umuman unaqa narsalarga qilishmasin. Umuman ularga qarshi yo'q, masalan, hali qisqa yo'jon erkaklik borda. Hali borib, sen men bilan gaplashar ekansan-da deb kvartirasiga kirib qo'ymasin. O'sha bilan ham kerak bo'lsa 6 yil, 7 yil berib olyapti. O'shanchilik o'sha bolalarga aytishim mumkinki, men deganim o'sha bolalar hayotda unaqa xatoga yo'l qo'yishmasin jon aka. Shu ana opa singillarimga aytaman, kerak bo'lsa men siz bilan bizni ko'rsa, opa singillarim qaytsin uylariga, bo'ldi. Ya tugadi уже, hozircha mumkin emas. Men bo'lsa bizni hurmat qilishardi bu Rossiya. Bizni qilmadi-ku hurmat. Biz shular uchun urushdik-ku. O'shancha opa singillarimga aytaman, o'sha yerda oilasini, qo'lasini tashab ketgan opa singillarimga aytishim mumkin. Aka ukalarimga ham, aka ukalarim yo'lida yursin, ehtiyot bo'lsin. Opa singillarim qaytsin yurtiga, hozircha qaytsin. Boshqa davlatlar bor. Agar shunchalik bo'lsa, shu yurtimizda ham qorin to'ysa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Biz ham qonimiz och o'lib qolganimiz yo'q aka. Mana keldik. Boshqa bir narsa bo'lgani yo'q. O'shancha aytayandimki, agar nima bo'lsa, opa singillarimga, aka ukalarimga, opa singillarimga aytishim qaytishi. Aka ukalarimga aytgan sababim so'zim shuki, ehtiyot bo'lsin. Har bir qadamida ehtiyot bo'lsin. Shu aka. Shundan so'rab qolaman shu insonlardan aka.